Hayit boshlanishidan bir hafta oldin yuzingizda yana husnbuzarlar chiqadimi? Har oy bir xil holat takrorlanadimi? Ular yakta jag' chizig'i bo'ylab yanoqlarda paydo bo'ladi, keyin hayz boshlanadi va yallig'lanishlar asta-sekin ketish boshlaydi. Keyin yoy esa hammasi takrorlanadi. Aslida ko'pchilik bunga shokolad yoki noto'g'ri parvarish deb o'ylaydi. Ammo asli sabab butunlay boshqacha. Eng muhimi esa aksariyat hollarda bu muammoni nazorat qilish mumkin. Avval nima uchun bunday bo'lishini tushunib olaylik. Hayz boshlanishidan bir necha kun oldin organizmda gormonal fon o'zgaradi. Shu sababli yog' bezlari faolroq ishlay boshlaydi. Teri yog'liroq bo'ladi va teshikchalar tezroq berkiladi. Natijada Cutibacterium acnes deb ataladigan va har bir inson terisida yashaydigan bakteriya ko'payishi uchun qulay sharoitga ega bo'ladi. Oqibatda yallig'lanish, husnbuzarlar paydo bo'ladi. Shuning uchun ular ko'pincha iyakda, og'iz atrofi, pastki jag' chizig'i bo'ylab va ba'zan bo'yinda paydo bo'ladi. Muhim jihat shundaki, agar husnbuzarlar faqat hayzdan oldin paydo bo'lib, hayz boshlangandan keyin asta-sekin yo'q boshlasa, bu ko'pincha tabiiy gormonal o'zgarishlar bilan bog'liq bo'ladi. Ammo toshmalar oy davomida ham davom etsa, tobora kuchaysa, hayz sikli buzilishi, ortiqcha tub o'sishi yoki boshqa alomatlar paydo bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qilish kerak. Ba'zan bunday holatlar tekshiruv va davolanish talab qilinadigan gormonal muammolar bilan bog'liq bo'ladi. Yaxshi yangilik shundaki, bunday husnbuzarlarni ancha kamaytirish mumkin. Lekin aynan shu yerda ko'pchilik bir xil xatoga yo'l qo'yadi. Birinchi, husnbuzar chiqishi bilan darhol butun parvarishni o'zgartiradi. Yangi yuz yuvish geli yoki umuvvalkalar, yangi krem, yangi serumlar sotib olishni boshlashadi. Natijada esa terining holati yanada yomonlashishi mumkin. Agar sizda har safar hayzdan oldin husnbuzarlar chiqishini bilsangiz, yuz to'liq toshib ketishini kutmang. Hayz boshlanishidan bir necha kun oldin tarkibida salisil kislotasi yoki azilain kislotasi bo'lgan vositalarni qo'shishni boshlashingiz mumkin. Bu vositalar teshikchalarni tez berkilishini kamaytiradi va yallig'lanish rivojlanishini xavfini pasaytiradi. Salisil kislotasi teshikchalarni tozalashga yordam beradi va yangi husnbuzarlar paydo bo'lishi ehtimolini pasaytiradi. Masalan, men aynan shu tonerni juda yaxshi ko'raman. Uni nafaqat hayz davridagi yuzdagi husnbuzarlar uchun, balki tanadagi akne, qo'ltiq ostidagi yallig'lanish va qorayishlarni kamaytirish, shuningdek tizza va tirsakdagi qoragan joylarni parvarish qilish uchun ham ishlataman. Azilain kislotasi esa yallig'lanishni kamaytiradi, post akne dog'larni yengillashtirishga yordam beradi va hatto sezgir teriga mos keladi. Lagomin binafsha rang serumi tarkibi yumshoq bo'lganligi uchun hamma teri turiga mos keladi, hattoki sezgir teriga ham. Anvaning azilain kislotasi liniyasi esa tarkibi boyroq bo'lgani sababli tezroq ishlaydi. Ammo teringiz sezgir bo'lsa, undan ehtiyotkorlik bilan foydalanish kerak. Agar siz allaqachon retinool ishlatayotgan bo'lsangiz, aynan shu davrda yana bir nechta faol ingrediyentlar qo'shish shart emas. Ko'pchilik husnbuzar chiqdi, demak hamma narsa birdaniga surtish kerak deb o'ylaydi. Ammo buning natijasi ko'pincha terining qizarish va tirnash xususiyati bo'ladi. Yana bir muhim maslahat: husnbuzarlarni spirt yoki juda agressiv bo'lgan vositalar bilan quritishga urinmang. Ko'pchilik qanchalik tez qurisa, shunchalik tez yo'qoladi deb o'ylaydi. Aslida esa teri o'zini himoya qilish uchun yanada ko'proq yog' ishlab chiqarishi mumkin. Tirnash kuchayadi va vaziyat yanada og'irlashadi. Endi esa eng mashhur afsona: hayzdan oldin shokolad yesa husnbuzar chiqadi. Aslida hammasi bunchalik oddiy emas. Hozircha shokoladning o'zi barcha odamlarda akne chiqarishi isbotlanmagan. Ammo aknega moyil bo'lgan odamlarning glikemik yuklamasi yuqori bo'lgan ovqatlar, masalan, ko'p miqdordagi shirinliklar va shirin ichimliklar ayrim hollarda yallig'lanishni kuchaytirishi mumkin. Shuning uchun muammo deyarli hech qachon faqat bitta shokoladdan bo'lagida emas. Agar sizda bu har oy hayzdan oldin husnbuzarlar paydo bo'lsa, bu sizning parvarishingiz noto'g'ri degani emas. Ko'pincha teri tabiiy gormonal o'zgarishlarga shunday javob beradi. Asosiysi vahimaga tushmang, har oy parvarishingizni almashtirmang va husnbuzarlarni haddan tashqari quritishga urinmang.
Agar toshmalar juda ko'paysa, og'riqli bo'lsa, boshqa alomatlar bilan kuzatilsa, o'zingizni davolashga urinmang, shifokorga murojaat qiling. Endi esa sizdan bilmoqchiman. Izohlarda yozing, sizda husnbuzarlar odatda hayzdan necha kun oldin paydo bo'ladi? Yana bir savol, gormonal husnbuzarlarga qaysi ingredientlar haqiqatdan ham yordam beradi, qaysilar esa shunchaki marketing ekanligini haqida alohida video ko'rishni istaysizmi? Agar ha bo'lsa, albatta izohlarda yozing. Kanalga obuna bo'lishni ham unutmang. Bu yerda biz shunchaki kosmetikani tavsiya qilmaymiz. Biz terini qanday ishlashini sodda tilda tushuntiramiz, ilmiy ma'lumotlarni tahlil qilamiz va ortiqcha xarajatlarsiz to'g'ri parvarishni tanlashga yordam beramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.